Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, har vaqtingiz xayrlik bo'lsin. Bu qitimliq darsimizda qizilmuch bilan xatni biriktirib, ekranda ko'rayotgan unumga qanday erishimiz, buni so'zlaymiz. Qani diqqatinglar darsimizda bo'lsin. Biz oldi bilan buningga bir xat yozili. Xat yozish uchun kontaktdan tiyini bossak bo'ldi. Bo'lmasa, ma sol taraf tizimlikdan shu. Men xatning rangini ya qizil ya qora qilsam bo'ldi. Yagi biz qizil much deb yozili. Buni xatninki cho'ng kichikligini mushu ostidagi loz bilan o'xshash qilamiz. Shunaqa vaqtimizda taxminan sifatlik chiqadi. Shunga biz ma xatni yozgan xatni cho'ng holatda yozamiz. Cho'ng harfda holatda. Cho'ng holatda yozish uchun buni ikki xil usuli bor. Birinchi xil usuli men mana o'chirib o'tdim, qayta yozildi. Birinchi xil usuli kunuk taxtasidan caps lock degan kunukni bisimiz, ya'ni A'ning yon tarafdagi. Buni bosgandan keyin miyaga bir nima chiqadi? Ogohlantirish. Masalan, hozir yozib boqay. Ma xatning rangi oq bo'lganligi uchun tagliqlar rang talashib qoldi. Shunga ya'ni qo'sh chekib miyadan xatning rangini qoraga o'zgartirib o'tay. Qizil much. Mahalat yasak bo'ldi. Yeni bir cho'ng yozishning usuli agar ma caps lock degan knopkani bosmagan holatda mouse'ni ma xat yozish quroli akab turib, tanlab turib, undan keyin chiqqan ustidagi tizimlikdan mana tanlaymiz. Undan keyin ma o'ng taraf chiqqan tizimlikdan mana miyadagi T harfininki shu 2T shuni belgi qo'yayotgandan keyin ma caps lock degan knopka bosilmagan holatdami cho'ng yozildi. Qizil much mana bu holatda. Buni o'zingni qaysi holatda yozishni to'g'ri ko'rsanglar shu holatda yozib olsang bo'ldi. Hozir men bu birini o'chirib o'tay. Ikkinchi qadamda biz shu logoga ishlatmoqchi bo'lgan xat nusxasini o'zimiz xohlagan xat nusxasini tanlaymiz. Buningga xat nusxasi sal to'mroq xat nusxasi ishlatsanlar texmi sifatli chiqadi. Masalan, men hozir xat nusxasini ishlatay. Buningki cho'ng kichikligini tanlashni chekib turib, mouse'ni qappamay ichiga yoki sirtiga harakatlantirish orqali xatning cho'ng kichikligini tanishlaymiz. Buni biz muvofiq holatda tanishib bo'lgandan keyin buni to'g'ri belgisini qo'yib o'tib, undan keyin biz xatni o'zgartimiz. O'zgartish uchun mouse'ning o'ng knopkasini chekib, chiqqan tizimlikdan convert to shape deganni biz bilan shaklga aylantirib o'tamiz. Undan keyin control pilosini besib, taxmin yaqinlashtirib oldik. Yaqinlashtirib olgandan keyin bir chekib o'tib, mouse'ning sol knopkasini, undan keyin mouse'ning o'ng knopkasini basimiz chiqqan tizimlikdan distort deganni tanlaymiz. Tanlagandan keyin mana ustini sal yiroqlashtirib mana shunaqa muvofiq. Mana sirtiga chiqib ketmaydi. Xatninki cho'ngliqi laziniki sirtiga chiqib ketmaydi. Cho'ng kichiklikni shuni muvofiq tanishlaymiz. Ma tarafni mana ustiga kelib bilan shu holatda o'zimiz muvofiq tanishsak bo'ldi. Ustidagi tizimlikdan mana bosaq bo'ldi, bo'lmasa mouse'ning o'ng knopkasini chekib, chiqqan tizimlikdan wrap deganni mana bosamiz. Bosgandan keyin bu holatga o'zgaradi. O'zgargandan keyin mana ma'lumda tatib miyat xatninki ortiq ketgan yerlarini sirtiga chiqib ketgan yerni ichiga kiramiz. Agarda past kamqaga yopib qolsa, so'zab tatib ham ichiga kelsak bo'ldi. Shu holatda taxmin yaqinlashtirib shu holatda bo'ldi. Buni o'zingizga muvofiq qilib olgandan keyin
Endi ikkinchi qadamda ma select deganni ma keyin degan ma'no tanlab o'tib, xatni tanlab turib, undan keyin kontrolni besib, qizilmush degan xatni yana bir qitim chekamiz. Chekkandan keyin mana tilashga o'tadi. Yomon qolib qolsa, kontrol dini besib deb, bu yerda ma tizimlikdan patni chekdik, undan keyin ma chiqqan tizimlikdan mana tanlab turib, ma ost tarafdagi mana bossaqmi bo'ldi. Ya'ni o'xshash tanlashga keldi. Undan keyin ma layerga kelib, ma qizilmush degan xatni o'chiramiz. Ma ko'zni ilayotgandan keyin ma o'chgan holat mavhum holati keldi. Undan keyin biz ma'nodan bir nusxa ko'chirib olib, ma lozimlikka ma ko'chirib olganni ostiga kelib o'tay. Ma'noni ko'zni itib o'tamiz. Undan keyin ma'noni tanlab turib, mousni kelib ma'no tanlagandan keyin yerdan ma ostidagi maskalashni besib o'tamiz. Mana maskalashni besib o'tsak, hozirgidek biz tanlagan rayonni maskalab oldi. Undan keyin biz ma ostidagi qavatni ko'zni ichib o'tib, ma aniqlikni sal to'latib o'tamiz. To'latib o'tgandan keyin biz yerda ma lozimligi o'rnini ma 5 bilan oxirini yaxshi ko'ra olamiz. Shundan qarab turib, agar buni 2 ko'paytmasang ham bo'ldi. Ko'paytmasang ham, lekin ma'ni o'zingni ma qarab turib, ma 5 bilan oxirini o'zgartirsang bo'ldi, lekin ma'ni 2 ko'paytib turib, ko'rib turib qilsang taxmi yaxshi bo'ldi. Shunga ma astidagini ma hozir bo'shroq ko'ringani ma astidagi qavat. Agar ma'ni ko'zni ilib olsam ko'rinmaydi. Agar buni aniqligini o'zib bilsam qilsam, mana to'liq mushohada keldi. Shunga buni o'zingni muvofiq tanshab bo'lgandan keyin ma ustidagi qavat kelib, ustidagi qavatning ma maskalagan rayonini chekamiz, ma qora. Agar ma lazvayan cheksang bo'lmaydi. Shunga ma qora maskalagan rayonni tanlab turib, undan keyin biz ma ustidagi brush tool degan qural orqali mana meni ma maskalagan rayonni o'chiramiz. Holatda. Buni taxmin yaqinlashtirib bu holatda ma tarafini o'chiramiz. Undan keyin biz ma asosiy qavatni o'chirib o'tib, qarab baqsaq, mana hozirgidek unumga erishdik. Agar buni orliqni sal yaqinlatmoqchi bo'lsanglar, mani smart objektga aylantirib, undan keyin man tanlab, buni butun bir qilib o'tgandan keyin tanlash quroli orqali man tanlab kesib oldik. Kesib olgandan keyin man tanlab turib, sal orliqni o'zingni yaqinlashtirib holatda tanishsanglar bo'ldi. Undan keyin biz buning taglikini o'zgartib boqaylik. Taglikning rangini o'zgartirish uchun taglik va qavatni chekib turib, undan keyin ma'ni tizimlikdan ma ikkinchisi tanlaymiz. Ikkinchisi tanlab bo'lgandan keyin yana chekib ma'ni qo'sh chekkandan keyin ma ko'znak chiqdi. Yerda o'zimiz xohlagancha qizlarni tanlasak bo'ldi, bo'lmay qolib qolsa, buni bu yerga kelsak, bu qalamning rangi chiqdi. O'zingiz qaysi rangni tanlaysiz deb. Ma rang sumirish quroli. Rang sumirish quroli orqali biz mishaga maskalagan rangni sumirib olgandan keyin OK'ni besib o'tamiz. Undan keyin ma OK'ni besib o'tib, yerdan meni ma ikkinchisi tanlaymiz. Ikkinchisi tanlab bo'lgandan keyin ma'niga belgi qo'yib olsak, mana ma'nidek unumga erishdik. Undan keyin ma'ni 0 qilib o'tib, bir 120 qilib boqay. Holatda bundan aniqlikni sal to'latib o'tib, miyagim azroq, qizlarim azroq. Ko'ryapsizlar.
muvofiq tanlab bo'lgandan keyin maniki taglikning rangini o'sha tanlab qo'ysak bo'ladi. Endi buningga ostiga biz bir soya berish uchun quruq qavatni birini qurib olib, undan keyin brush tool deganini tanlab, bu yerdan maningga qora rang tanlasak bo'ladi va qolib qolsa ko'ktaxsini ikkisini berish orqali qora holatiga kelsak bo'ladi. Lekin maniki nimasini sal cho'ngaytib, cho'tkaning cho'ngliqini mana hozir cheksam bu qattiq holatda shekilda shunga buni o'ng tarafini chekib mousni qattiqligini 0% ekanimiz. Undan keyin cho'ngaytib, mana buni chekdim. Undan keyin Ctrl T'ni bosib, Shift'ni bosib turib, tasdiqlab bo'ldi. Holatda. Shift'ni bosib turib, yig'masanglar, mana hamma taraf tang kichiklab ketadi. Shuni Shift'ni bosib turib qilsanglar, asti usti tarafdan qisiladi bu ishiga. Undan keyin holat qilib bo'lgandan keyin filtrning ichidan Gaussian blurni o'zingni muvofiq qo'llashtirsangiz bo'ldi. Bundan keyin maniki aniq qilsa to'ltirsak bo'ldi. Sel holat qilib qo'ysak, ko'rayotganingizdek shu unumga erishdik. Bu qismliq darsimiz mushada oxirlashdi. Yana bir qitimliq darsda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Allohga omonat.